Bemor 65 yaşında. Gün aldığın çap taraf buyrak sohasında kuchli og'riq bilan bezovtaliklar bo'lgan. Ertalab Sevinch Medical klinikasine belinde kuchli og'riq bilan shikoyat etib keldi. Bemorni qabul qilib chuqur tekshiruvlar natijasida chap taraf buyrak LMS sohasida ona 20 mm'lik tosh aniqlandi. Toshni chap taraflama perkutan nefrolitotripsiya operatsiyasi natijasida bartaraf qilindi. Buyrakda tosh aniqlansa va buyrak sohasida bo'lsa, qachonki sidik yo'lidan o'tgan vaqtida toshning razmeri katta bo'lsa, sidik nayini qilib kuchli og'riq, ya'ni pristup beradi. Agar kichkina toshlar bo'lsa, mikrolitlar bo'ladigan bo'lsa, u sidik tagina tushib, uretra orqali og'riqsiz chiqib ketishi mumkin. Katta toshlar bo'ladigan bo'lsa, bu tiqiladi. Buni albatta operatsiya qilish kerak. Ya'ni buyrakni zararlanishdan oldini olish kerak. Agar sizda buyrak va sidik yo'llarida tosh aniqlangan bo'lsa, Sevinch Medical klinikasine murojaat eting. Biz sizni kesmasdan lazer yordamida toshlaringizni olib beramiz. Bepul konsultatsiyaga ega bo'lishni xohlasangiz, plus belgisini qoldiring.